أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Abu Muhammad Abdulloh ibn Hubayq o'gitlari. Abu Muhammad Abdulloh Hubayq kufalik bo'lib, Antakiyada yashab o'tganlar. Tasavvuf ahllaridan bo'lganlar. Imom Qushayri o'z risolalarida u zot haqlarida keltirib, Fatih bin Shuhrufga qilgan nasihatlarini shunday keltiradilar. Men Abdulloh bin Hubayqqa birinchi yo'liqqanimda u menga: "Ey Xurosonlik, bor yo'g'i 4 narsa: ko'zing, tiling, qalbing va nafs havoying. Ko'zingga qara, u Alloh harom qilgan narsaga qaramasin. Tilingga qara, Alloh subhanahu va taolo qalbingda bilgan narsaga xilof gapirmasin. Qalbingga qara, unda biror musulmonga g'ashlik, gina bo'lmasin. Havoyi istaklaringga qara, biror yomon narsani istamasin. Agar senda mana shu 4 xislat bo'lmasa, boshingga kul sep, sen baxtsiz bo'libsan. Ko'zingga qara, u faqat Alloh halol qilgan narsaga qarasin" deyish bilan bizga ayni damda eng katta muammo bo'lgan narsaga ishora qiladilar. Hozirda uyning to'rida o'tirib dunyodagi barcha millat ayollariga boqish mumkin. Eng katta ofat bugun shudir. Bunday vaqtda ko'zni tiyish juda qiyin, ammo shunda tiygan kishi darajasi o'ta baland bo'ladi. Ulamolar ko'zni haromdan tiyish sirlaridan deya har sahar turib ismi jalolani ko'p aytgan kishi Allohning izni ila ko'zini saqlashga kuch topadi dedilar. Xossatan vaqt ajratib 1000 marotaba qalbi bilan Alloh Alloh degan kishi ko'zini nomahramdan osongina olib qochadigan holga erishadi. Faqat xayolini jamlab Allohning azamatini his qilib aytish kerak. Ba'zilar nomahramlarga qaramaslikka harakat qiladilar, ammo orada qarab qo'yib, nafs bilan kurashib qiynalib yuradilar. Ushbu qalb zikriga erishgan kishining nafsi o'zi istamaydigan bo'lib qolar ekan. Bu ulamolar tajribasidan o'tgan narsadir. Ammo bu ham vasila, tavfiq Allohdan. 3000 marta zikr qilayotganlar o'z nafsida chehralardan bahra olishga umuman rag'bat qolmaganini aytadilar. Yana bir sharti xoli bir o'rinda qalbiga qarab, chalg'imay o'tirib o'qishdir. Bunda inson qalbini boshqa tomonga burilib ketishidan saqlaydi. Bu amal barcha gunohdan saqlanishga zamin tayyorlaydi. Xususan ko'z gunohini tubdan o'zgarishiga sabab bo'ladi. Keyingisi til bo'lib, unda ham gunohlar sodir bo'lishi juda oson. Masalan, haqorat qilib qo'yadi, yolg'on gapirib qo'yadi, g'iybat qilib qo'yadi, ammo u kishi eng nozik jihatdan aytdilar. Tilingga qara, Alloh qalbingda ko'rmagan narsani gapirmasin. Insonlar 3 toifaga bo'linadi: yaxshilar, yomonlar, ko'rinishi yaxshi ammo ichi yomonlar. Bular munofiqlar. Alloh taolo Baqara surasining boshidan 3 ta sinfni bayon qiladi: iymon ahli, kufr ahli, munofiqlar. Iymon ahli haqida 5 oyat keldi. Kufr ahli haqida 2 oyat. Munofiqlar haqida 15 oyat kelgan. Bundan shu narsa ma'lum bo'ladiki, nifoqni topish qiyinligini, yana nifoq ko'p tarqalganligini bildiradi. Ana shu nifoq alomatlaridan biri qalbida yo'q narsani tili bilan gapirish. Til boshqa, dil boshqa bo'lish. Shu uchun har bir mu'min tiliga bir so'z keltirganda qalbiga nazar solsin, unga xilof bo'lmasin. Yo'qsa nifoq alomatidir. Ko'pchilik musulmonlarda shu Allohga xush kelmagan xulq mavjud. Dilida bo'lmagan so'zlar bor. Yaxshi ko'rmagan kishini yaxshi ko'raman deydi. Men Alloh uchun qilyapman deydi, ammo qalbida unday bo'lmaydi. Allohdan qo'rqamiz deydi, qo'rqmaydi. Qalbida birovga nisbatan maqtov yo'q, ammo tilida maqtov bor. Boshliqlar oldida maddohlik qiladi, lekin burilgan zahoti yomonlaydi. Shu narsa nifoq hisoblanadi. Sahobalardan bo'lgan amirlardan birining oldiga kelib, "Biz sizning huzuringizda ba'zi qarorlar yoqmasa ham qo'llab-quvvatlab qarsak chalib yuboramiz. Tashqari chiqib noto'g'ri bo'ldi-da, unday qilish kerak edi, bunday qilish kerak edi deymiz" dedilar. Shunda u zot: "Biz Rasululloh sollallohu alayhi va sallam davrlarida bu ishni munofiqlik der edik" degan ekanlar. Asl mu'minning vazifasi qalbida bor narsanigina tiliga chiqarish. Hammasini ochiq chiqarish shart emas, lekin tilga chiqqan narsa albatta qalbda bor narsa bo'lishi kerak.
Shu uchun ba'zi Allohning aziz qullari Allohga yetishish uchun xalqdan uzlatga chekinadilar. Chunki xalq orasida og'ir bo'lgan shartlar ko'p. Ba'zida rioya qilsa, ba'zida rioya qila olmay qoladilar. Ahli ilm bo'lganlar ham qalbda boshqa, tilda boshqa so'zlardan saqlanishi lozim. Mo'min gapirmoqchi bo'lsa, o'z qalbiga qarasin. Maqtasa ham, yomonlasa ham yoki birovning aybini aytsa ham. Shu aybingizni Xudo uchun aytyapman o'zingizga degan vaqtda haqiqatan Alloh uchun bo'lsin. Alam olish yoki uni ruhini tushirish, zarba berib qo'yish uchun bo'lmasin. Masalan, bir kishini xatosini aytdingiz. Haqiqatan Alloh uchun aytilgan bo'lsa, ishda ozgina bo'lsa ham o'shandan shodlanish, surur tuyg'usi bo'lmasa, unda aytish kerak. Yo'qsa til boshqa, dil boshqa bo'lib qolaveradi. Bu Allohga xush kelmagan sifat, bilib qo'ying. Agar o'shani aytishda ishda xursandchilik bo'lsa, aytmay qo'ya qoling. Toinki qalbda shu illat o'sib ketmasin. Uni shunday muolaja qilinadi. O'sha bir kishini toyilishidan xursand bo'lish va yuziga achingan bo'lib ko'rinish bilan birga tilda unga yolg'on xushomatlar qilish qalbiy sunnatlarga ziddir. Allohning rasuli bunday bo'lmaganlar. Sunnatning qalbiy bo'lgani mana shudir. Alloh suymagan badxulq hisoblanadi bu. Alloh uchun gapirayotgan kishi qalbini tekshirib taftish qilsin. Haqiqatan tildagi gap rostmi yoki yolg'onmi? Inson uchun tilning ofatlaridan biri ham shu. Til yog'lamalik bu nifoq bo'lib, Alloh dushmanlarining sifatlaridan biri hisoblanadi. Umar radhiyallohu anhu shunday dedilar: "Bu ummat ustida eng ko'p qo'rqqanim ilmli munofiqdir." So'radilar: "Ilmli munofiq ham bo'ladimi?" U zot dedi: "Tilda olim, qalbida esa, amalda esa johildir." Keyingisi qalbingga qara. Unda biror musulmonga hiqd va g'ashlik bo'lmasin. G'ashlik bu adovat emas, balki undan ozroq bo'lgan tuyg'u. Adovat rasmona dushmanlik hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Anas ibn Malikka shunday nasihat qildilar: "Qo'lingdan kelsa ertalab uyg'onganingda qalbingda hech bir kishiga biror bir qarshi g'ashlik bo'lmasin. Ey bolam, mana shu mening sunnatimdir", dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qalb sunnatlari bu. Bu sunnat libosdagi, amaldagi sunnatlardan yuqori turadi. Ya'ni zohiriy sunnatlardan botiniy qalb sunnatlari yuqori turadi. Endi g'ashlikni qayerdan bilamiz? Deyilsa, javob shu: bir kishi dindami, dunyodami ravnaq topgan sari sizga yoqmay unga nisbatan kir qidirish tuyg'usi paydo bo'lsa, ana shu g'ashlik bo'ladi, hasad bo'ladi. Masalan, bir boy ozgina zarar ko'rib qolsa, ichida qandaydir xotirjamlik paydo bo'lsa va xayriyat bo'lar ekan-ku, bular ham zarar ko'rar ekan-ku degan taskin paydo bo'lsa, ana shu g'ashlikdir. Yoki bir kishi islom darsini berib turibdi. Qo'shni mahallada bir olim kishi dars boshlagan edi. Hamma o'shanga oqib ketib qoldi. Shundan xursand bo'lmasa, unda g'ashlik bo'lib, ilm berish xolis emasligiga dalil bo'ladi. Bu ish o'zini tanitishdan iborat emas-ku. Allohning dinini yetkazish xolos. O'sha vazifani boshqa birov qilib qo'ymoqda. Undan mas'uliyatni, yukni ko'tarmoqda. Bunga xursand bo'lish kerak aslida. Qalbni eng yomon dog'laydigan narsa shu g'ashlik bo'lib, eng qiyini ham shudir. Va inson doim sinalib turadi. Ko'pincha minglab odamlarga g'ashlik bo'lmay, 1-2 odamga bo'ladi. Hamma bilan yaxshiman, mana shu odam bilan hech chiqisha olmayman deb turaveradi. Aynan shu kishi bilan sinalayotgan bo'ladi. Tasavvuf quruq zikrdan iboratgina narsa emas. Zikr nafs tarbiyasiga ta'sir ko'rsatuvchi vosita xolos. Tasavvuf asli axloqni sayqallashdan, qalbni tozalashdan va ruhni yuksaltirishdan iborat narsa. Bu uchun zikr yordamchi bo'ladi. Ammo asosiy narsa tarbiya bo'ladi. Tarbiya olmay zikr qilib yuraverish foyda keltirmaydi. Insonni yuksaltirmaydi. Zikr Alloh taolodan madad olish uchun qilinadi. 4-si, havoyi nafsinga qaragin, yomon narsani istamasin. Yomon shariat qaytargan narsa demakdir. Bu odamlarning miyasidagi yomon emas. Ularni ba'zisida bir narsa yaxshi bo'lishi mumkin, ammo shariat qaytargan bo'ladi. Agar shu 4 narsa senda jamlangan bo'lmasa, unda boshingga kul sepib, o'zingga motam tut. Sen badbaxt bo'libsan. Deyish bilan
asl baxt nimada ekanini anglanmoqdadir. Haqiqiy baxtsizlik shu yerda.